Baqlar mana nonizarlik keldinglarmi? Ondan sonra nonizarlikni birma-bir ekskursiya qilamiz. Noni degan zodi qanday meva, zod buning unumi qanday deb nurg'unlaringlar so'raysizlar. Mana biz 150 dona shirkat hamkorlashuvchilarimizni elib turib, bizningki mushu sayyoning haykodiki nonizarligimizga keldik. Mana mushu yerdagi bizning hamkorlashuvchilarimizning hammasi nonini o'z ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan tutib, anandaki mushunimi yeb, zaras mush mevaning zot alaylik qanday ekan, mushu yerdagi professorlarning, mutaxassislarningki peshunlarini to'liq anglagandan keyin mush mahsulotga bo'lgan ishonchni texim ashusun deb mana bu sayyoga keldik. Shunglashqa endi biz mana mushtaq samimiyat bilan, haqiqat bilan so'zlaganligimiz uchun bizningki sodimiz, bizningki taraqqiyotimiz kun saran zo'rayotdi ko'pchilik. Shunglashqa hech qanday bir odam, hech qanday bir shirkat bunchalar ko'plagan iste'molchilar hamkorlashuvchilarini o'zining zavodiga, o'zining nonizarligiga akab boqmadiga deyman. Shu biz shu og'zimizdan chiqayotgan gap bilan amaliyatimiz zot o'xshamdikan, o'xshamamdikan, mush har bir hamkorlashuvchilarimizga naq maydonda ko'rsatish, bildirish, tushuntirish uchun mana bu yerga hozirlandik. Shunga mushadagi ko'pchilik hammalar nonilarni ko'rib, o'zib, yeb, ancha-muncha elib ketib, zodi men degan bilan o'xshashmikan, mana buningdan keyingi savdonglarning texim yaxshi bo'lish uchun ul silishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Valloh mana nonizarlik keldinglarmi? Ondan sonra nonizarlikni birma-bir ekskursiya qilamiz. Mana Yeshilgor samimiyat bilan, rostchilik bilan mana xalqimizga birma-bir javob qaytaryapti. Yeshilgor Ondan çırıp köreçki başlanlar. Ma bizden poskamdaki hamkorlashuvchilar odatdagi hamkorlashuvchilar emas. Birisi sestra, birisi doktor. Ondan sonra ma doktorning ta'siratini anglaymiz. Siz ma nonizarlik kelgandan keyin zodi qanday ta'sirat ega oldingiz, doktor efendim? Men shu nonini o'zim 15 kun, 14 kun alternativ ishgancho. İşip azraq yurakni qo'zg'adi. Andan keyin bu men do'konga kirish oldida bu qanday unum bor, nada o'sidi? Zaman ximilik qo'shimcha, tenjaji qo'shimcha ximilik matali bormi yo'qmi? Öz gözüm bilan ko'ray deb bugun haykollikning nonizarlik keldim. Bu nonini ko'rgandan keyin bu sap yeshil oziqlik yeshil mahsulotga hech qanday ximilik o'g'it ishlatmaganligini, andan keyin buning 4 jon alayligi bor ekan, ya'ni birinchidan obam badanning bütün yallig'ini qaytarishga 100% unum borligini, andan keyin oksini chiqarishtirgan ixlarining borligini, yana andan keyin bütün badanni hujayra yashartib enzim to'liqlayotganligini his qildim. Onda olsa köpçilik bizningki poskamdan buningdan keyingi eng cho'ng bozori mana bu shikaylarni. Biz mana shunday kasb ehlilari bilan hamkorlashib turib, mushularni o'z ko'zi bilan ko'rib, ishonchini berib turib, anandan keyin mengyapmiz. Shu poskamdagi barliq tuqqanlar bevosita bizning shu Yoqubjon bilan qadriyani izlasanglar bo'ladi. Onda olsa bizningki o Yingsadan kelgan bizning hamkorlashuvchilar bu akamni o'qituvchi pensiyaga chiqqan bu qizlarmi hozir mush Yingsada bosh olib mengyapti. Onda Yingsadagi tuqqanlarmish mahsulot ishmoqchi, iste'mol qilmoqchi va biz bilan tanishmoqchi bo'lsanglar, bevosita tuqqanlarimni izlasanglar bo'ladi. Yingsad diyordagi nurg'unlagan sog'lomlik mahsulotlarini boshqalar tashviq qilib, ba'zan ishlamayotgan men noni enizim desam, bu bir narsa qanday bir narsa unarlashtirganmi, bunarlashtirganmi deb nurg'unlagan savollardan Bunda o'zingni qo'yib bermagan do'stlar endi ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bu noni degandan keyin bayatdan liderim tushuntirib o'tdi. Bu bir mevani enizim qilib ichitish orqali xalqqa sungan bir koinotning sovg'isi. Şuna her qanday birimizningki gumon qilmagan holatda har bir oilada cho'qim noni enizim bo'lish uchun men bu davomli kuch chiqarma Yingsa guruhimiz davomli kuch chiqardi. Shunga har birimiz oilamizningki, farzandlarimizningki, ota-onamizningki sog'lomlik uchun noni enizimni o'zingizlarga hamroh qilishingizni chin ko'nglimda umid qilaman. Mana atishdan kelgan bizning hamkorlar. O'zingiz yolg'izlam kelib bu qitim g'ayribsindingizmi? Ya bunday olmadim. Lekin qanday o'yildingiz? Jiqadam akamga pushaymon qildim. Mana bizniki atish hamkorlashishimiz o'zi yolg'iz tikanda kep tikan to'q. Şunu işlep verdim. Hem de noniye boğan düşünceniz kandarak oldu. Bu kızal neyimdi deydi senla. Lider ben sizge işinip, dükkanlar boğan. Lekin hem de biz cemiyeti nurgun adamlarga işinip baktık. Lekin işençimizni bekçik yerde koyuverdi. Şunun için bu qitdemiş nonizarlıqı berip, naq meydan közemden kömü gece, mening yan işençimdaz bir yanlarım bir qanda turdu degendi. Mana bugun naq meydanda ködüm. Naq meydanda ködüm. Hem de işençim haqiqatan açtı. Hem nima o'yladingiz? Berip çoqum henni asıga köz töpmüş nonini. Üzemning naq meydanda ko'rib kelgan ta'sirotlarimni so'zlab.
yaxshi tushundirib, cho'qim hammasini kallasida o'tkazib, hammasiga sog'lomlikni yetkazishni o'yladim. Onda atışның bazarı sizga qoldi. Qattiq açmısanız lekin men 100 ga bermaysiz. Onda atış xalqi sizlar nonini bek bilisizlar, lekin bizning nonini texim bek tushunib yiqinglar. Eng sap, eng tabiiy, hech qanday narsa aralashtirilmagan haqiqiy yeşilgör noni enzimi sizning sog'lomlikka eng yaxshi talashingiz bo'la oladi. Atış tuqqanlar bevosita Amish xonimni izlasanglar bo'ldi. Mana Charchandagi Mayra xonim arayal ishkaylar bu qitimliq haqsiz sayohatga erishishdi bilan bir vaqtda bizningki mana shu eng kozurliq mahsulotimiz bo'lgan noni enzimning xom materiali bo'lgan noni zarliqqa men bilan birga keldi. Bu yerga kelgandan keyin qanday his qildingiz? Shunday xush bo'ldim. Undan keyin shirkat bo'lgan tushuncham texim cho'nqurlashdi. Bizning og'zimizda degan gapimizda amaliyotimiz o'xshamdi ekan. O'xshaydi ekan. Nonining purqi, ta'mi siz setayotgan shu noni bilan birdekmikan? Birdekkan. Nurg'ulg'anlar ochiq suv setyaptamizlar, andan keyin har xil narsalarni aralashtirib setyapganlar bilan bizni o'xshatmanglar. Biz yeşilgör og'zimizda nim chiqayotganmiz, amaliyotimizni biz shuni qilyapmiz. Undan boshqa bizning xom material bo'lgan noni enzimni mana naq maydonda tutib, ko'rib, purab, yeb, mana mush mahsulotga bo'lgan tushunchamizni texmo yuqoriltyapmiz. Shunga yeşilgörda bir samimiyat va bizningki patarda men shu Charchanga bormoqchi. Charchandagi barliq tuqqanlar bizning shu Charchanga bosh bo'lgan Mayra xonimni izlasanglar bo'ladi. Bundan keyin biz Charchanga shu Mayra xonim shirkatda kor bo'lib, bu yeşilgörning barliq ishlariga mas'ul bo'ladi. Men pat yaqin sizlar bilan didor ko'rishiman. Dosyamız yine kaldan şundan italayımızda şirket küçük bizim küçümüz. Şirket terakkiyatı bizim terakkiyatımız. Şirket zihni bizim zihnimiz. Şirket kıyınçılığı bizim kıyınçılığımız. Şirketler rolak tepşi bizim rolak tepşimiz. Şirket kararı bizim kararımız. Biz dörtkarlar şundan kişilerimizde bir yer, bir maksatla tanınırlar. Şirketimizin terakkiyatı sağlamlık sahasında zor tutukluğa erişeceğim. Çıktın vücudumuzdan perişanlık özümüz. Mana o'yin tomoshalimi tugdi. Tomoshani tugitib bo'lib, men bizning tadqiqot guruhimizning boshliq bo'lgan mana Risolat doktorning qishig'iga keldim. Ana nurg'ulg'anlar yeşilgörning nurg'un mahsulotlari to'g'risida bekchiq so'raysizlar. Bu mahsulot zodi qanday borliq kelganligini, endi biz hozir hamkorlashyaptqili bu yildal 3 yilda muvaffaqiyatli holatdan 3 yilni biz xalqqa bergan mahsulotimizning hammasini aytib bek yaxshi unum qilyotdi, bek yaxshi holatda manfaat qilyotdi. Buningdan menmi xo'sh, iste'molchilarmi xo'sh, andan keyin bizningki shu hamkorliklarimiz bilan yaxshi bo'lyotdi. Undan so'ng yeşilgörning orqasida davomli mana bu cho'ng bir doktorxona. Uningdan boshqa mana bu tadqiqot guruhi bor. Cho'nglashgan hamda bizning mahsulotlarni sizlar to'liq holatda xotirjam bo'lib ishlasanglar bo'ladi. Bu ya bir retseptchi ya nima emas. O'zi shu tibbiy universitetda o'zi o'qigan, to'g'ri tadqiqot markazida necha yil ishlagan, hammamizningki nemisdan tasdiqimizdan o'tgan bir kasbiy odam qilayotgan. Shun qag'ini endi Risolat doktor o'z so'zlab bersin. Bizning bu shu yeşilgör şirket bilan hamkorlashib qilib, 3 yildan eshibdi azroq. 3 yil jarayonida biz shunday muvaffaqiyatli yaxshi hamkorlashdik. Endi bu yerda qisqa gapni qilsam, bundan keyin yana yeşilgörning kayindi biz bor, bizningki tadqiqot guruhimiz bor. Xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bundan keyingi hamkorligimiz texmo muvaffaqiyatli bo'lsin. Shu. Undan boshqa ko'pchilik bizningki bu mahsulotlar tayyor zavoddan chiqqan mollar emas. Hammasi o'zgacha retsept bilan, xoslik bilan
tədqiqat bilan anandan keyin barliq kelgan. Şoň xatirjam iste'mol qilishinglarni va xotirjam o'zinglarning sog'lomligini bizga topshirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Hamkorligimiz texim ko'ngillik bo'lsin. Sizning bizga doktorxonamizdan tayyorlagan sovg'atlik ekan. Rahmat. Mana shunga o'xshash, keynida tadqiqot guruhi bor bo'lgan, haqiqiy mas'uliyatchan, mana shu doktorxonaning yetakchiligida tarbiyalash asosida qilayotgan bizdek sog'lomlik yetakchilari bilan birlashib turib, mana bu sog'lomlik kasbida chaqnagan yulduz go'har bo'lgangiz bo'lsa, men bilan aloqa qilsanglar bo'ldi. Hammanglarni hech saqlayman.